Raftor bostalari xodimlari avvalambor xush kelibsizlar bizim markazimizga. Men mana shu markazni rahbariman. Familiyam Rajabov, Husayn. Bu yerda 1 yildan beri rahbarlik qilamiz. Bizning markazimiz Respublika shoshilinch yordam ilmiy markazi Buxoro filiali. Xabarlarimiz bor, shoshilinch yordam tizimi har bir viloyatda o'zini filiali hamda tumanlarda sub filiallar mavjud. Bizning markazimiz bugungi kunda 320 ta o'ringa iborat. Undan tashqari 62 ta reanimatsion koykalarimiz bor. Mana shu viloyatimizda qo'shni viloyatlardan keladigan og'ir tan jarohati bilan, og'ir patologiyalar bilan keladigan bemorlarga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish bilan ish faoliyatimiz bevosita bog'liq. Bizning markazimizda bugungi kunda 2400 ga yaqin ish xodimlar ish faoliyatini olib boryapti. Ulardan 350 ga yaqin vrachlar, 1700 ga yaqin o'rta tibbiyot xodimlari hamda 350-400 ga yaqin kichik tibbiyot xodimlari ish faoliyatini olib boryapti. Bizning markazimiz bugungi kunda faxrlanarli darajada maqtana olamiz. Bizning markazimiz davlat rahbarining bevosita e'tiborlari bilan hamda Sog'liqni saqlash vazirligi, Sog'liqni saqlash boshqarmasi hamda Buxoro viloyat hokimligini Botir Zarif komilishni bevosita o'zlarini nima deydi, tashabbuslari bilan, yordamlari bilan bugungi kunda viloyatimiz aholisi uchun shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish uchun barcha moddiy texnika bazasi bilan to'liq ta'minlab berdik. Bizning markazimiz 24 soat tibbiy yordam ko'rsatish quvvatiga ega, 24 soat. Bundan tashqari to'liq moliya tomonidan, viloyat moliyasi tomonidan to'liq moliyalashtiriladigan, davlat tomonidan moliyalashtiriladigan eng yirik tibbiy muassasa bo'lib hisoblanadi. Zonadagi bu eng og'ir, ya'ni agonal holat bilan shoshilinch yordamga muhtoj bo'lib kelgan bemorni to'g'ridan-to'g'ri shok zaliga olib kiramiz. Undan tashqari yashil zonamiz bor bu yoqda, ya'ni yashil hudud. Bu yerda bemorlarga birlamchi ko'rik kelgan bemorlarni barcha mutaxassislar o'zini xonasiga ko'radi. Tegishli diagnostika, tegishli ko'riklardan keyin bemorlarni yoki bo'limga gospitalizatsiya yoki ambulator xizmatga yo'naltiramiz. Bu bo'yicha hech qanaqa muammomuz yo'q. 24 soat bepul xizmat tashkil qilinadi. To'laqonli aytib bilamiz, biz markazimiz to'liq raqamlashtirishga o'tgan. Raqamlashtirish mana texnologik programmasi bu yerga kelgandan keyin ro'yxatga olingandan keyin barcha xonalarda, barcha kabinetlarda vrachlar bu to'liq kirgan bemorning ma'lumotlarini o'ziga ko'rib biladi. Viloyatimiz hokimi Botir komilishni bevosita tashabbuslari hamda yordamlari ko'maklari ostida bu aholi bizga olib berilgan. Mana shu viloyatimiz aholisiga xizmat qilish uchun to'liq mutaxassislar bilan ta'minlangan. Bizning malakali mutaxassislarimiz chet elda, Yevropa davlatlarida, Hindistonda, Koreya davlatlarida borib bugungi kunda o'zlarining amaliyotini oshib kelgan. Oshirib mana bugungi kunda xalqimizga xizmat ko'rsatadi. Soat davomida faoliyat yuritadigan mana bu elektron sifrovoy rentgen apparatimiz bor. Bu ham viloyatimiz aholisi uchun shoshilinch tibbiy yordam uchun bevosita yordam ko'rsatib beriladi. Bu yerda 24 soat ish xodimlari bilan, to'liq malakali xodimlar bilan ta'minlanganmiz. Qorin yuk muammosi bilan ginekologik problemalarni bizlar shu yerda o'ziga 24 soat mana bu apparatimiz bemalol ishlab yordam ko'rsatadi. Hattoki chet el fuqarolari ham mana shu 2107 prezident farmoni asosida bepul diagnostika, bepul to'liq davolashdan o'tib bizga o'zi murojaat qilib shu yerda tekin davolanish huquqiga ega. 2 soatgacha bemorni shu yerda nazorat qilamiz. Qaysiki bemor 2 soat nazorat davomida ahvoli o'zini ijobiy his qiladigan bo'lsa, biz keyingi dori-darmonlarni yozib, maslahatlarni berib, turar joy poliklinika vrach nazorat ostida uyiga javob berishimiz mumkin. Agar zarurat topadigan bo'lsak, bemor to'g'ri bemor nazorat juda ham og'ir holatda, ba'zan shok holatda keladi. Mana shu bemorlar to'g'ri mana qiziq hududga keladi. Qiziq hududga eng yuqori malakali mutaxassislarni qo'yganmiz. 24 soat bular xizmatga tayyor. 24 soat. Barcha keladigan og'ir bemorlar mana shu yerda. Mana xabarlarimiz bor, 1 yil 2 yil oldin guruhli avtoavariyalar bo'ldi. Bir necha vaqtsiz hodisalar bo'ldi. Favqulodda holatlar bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri bizga kelgan vaqtda hamma bemorlarimizni shu yoqqa olib kelib, shu yerni o'ziga sortirovka qilamiz. Sortirovka qilinadi.
Shundan keyin bemor qaysi kardiya reanimatsiya, qaysi neyro reanimatsiya, qaysi xirurgiya reanimatsiya, qaysi bolalar reanimatsiyasi, mana shu bo'limlarga shu yerdan keyin to'g'ridan to'g'ri bevosita gospitalizatsiya qilinadi. Bu xonamizda mana 4 ta koyka qilingan. Mana shkafda hamma dori-darmonlar bor. 24 soat bemorlarga biror narsa yozib berilmaydi. Bu 24 soat men shaxsan o'zim nazoratimda. Kerak bo'ladigan bo'lsa, biz hamma narsani sharoit yaratib beramiz. Bemor kelib to'g'ridan to'g'ri beri faqat tibbiy xizmat olish kerak. Bu yerga hech qanaqa bemorga buni olib kel, buni olib kel degan narsa yo'q. Bugungi kunda mana hozir viloyatimiz hokimining o'zlari, men oldingi safar ham bir necha marta buni aytganman, kelib haftada bo'lmasa 10 kunga bir marta kelib nima muammolaringiz bor? Chunki xalqni rozi qilish uchun, xalqni bugungi kundagi muammolarni bartaraf etish uchun nima yordam beray deb meni o'zimdan shaxsan menga savol beradi. Dori-darmonlarimiz bo'ladimi? Mablag' bilan bog'liq bo'ladimi? Boshqa moddiy texnika bazamiz bilan bog'liq bo'ladimi? Hammasiga bugungi kunga yordam berib ketamiz. Ko'rdingizlar 64 srezlik, ya'ni 64 kesimli multispiral kompyuter tomografiyasi. Mana bu yerda uni viloyat hokimligi tomonidan bizga viloyat moliya mablag'lari hisobiga olib berilgan bo'lsa, mana bu Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Respublika shoshilinch yordam markazini tashabbusi bilan har bitta viloyatga olib berildi. Mana hozir eng zamonaviy turdagi даже bosh miya qon tomirlarigacha hamma o'sha qo'l, oyoq qon tomirlarini rentgen qiladigan barcha o'sha nimalari bor, imkoniyatlari bor. Eng zamonaviy diagnostikani bajarishga moslashtirilgan mana bu yangi apparat. Buni biza to'liq xodimlarni chet elda, Toshkentda o'qitib, hozir bugungi kunda 24 soat bu apparatimiz ham ishlab xalqimizga xizmat qiladi. Qachon olib kelindi? Bu olib kelinganiga 6 oy atrofida bo'ldi. Biz ishga qo'yganimiz 3 oy. Chunki maqtansa arzugulik juda ham yaxshi, yuqori sifatli bu Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan hamda Respublika shoshilinch yordam ilmiy markazi, mana bizning markazimiz tomonidan Buxoro filialini bugungi kundagi erishgan yuqori natijalariga nisbatan berilgan hamda tanlangan hudud bizlar. Bu nima degani? Bizning markazimiz bugungi kunda barcha yo'nalishlar bo'yicha nima deydi, xursandlik bilan ayta olaman, ilmiy yo'nalish bo'yicha ham, davolash ko'rsatkichlari bo'yicha ham, yuqori texnologik operatsiyalar o'tkazish yo'nalishi bo'yicha ham bizning markazimiz respublikada yuqori o'rinlarda. Mana shularni inobatga olgan holda bizning rahbariyatimiz tomonidan shu Buxoro filialiga mana shu apparat bevosita sovg'a qilindi hamda bugungi kunda shoshilinch yordamga, xizmatga muhtoj bo'lgan barcha bemorlarga bepul xizmat qilyapti. Hamda shu o'rinda pullik xizmatimizga ham bugungi kunda mana Sog'liqni saqlash vazirligini buyrug'ida ko'rsatilgan ilovalardagi mana shu asosda bugungi kunda mana shuni pullik xizmat bo'yicha ishlatib kelyapmiz. Qiladigan barcha sharoitlarimizga ega bo'lgan ikkita reanimatsiya bo'limiz bor. Jam 62 ta ko'rikalik reanimatsiyalarimiz bor. Hozir ko'rgan xirurgik reanimatsiya hamda neyro reanimatsiya. Xirurgik reanimatsiyada ko'krak qafasi hamda qorin patologiyasi bilan og'ir holatda bo'lgan bemorlar, operatsiyadan keyingi holatda bemorlar xirurgik reanimatsiyada olinadi. Bosh miya jarohatlari hamda insult holatlari bilan kelgan barcha turdagi og'ir bemorlarimiz neyro reanimatsiya bo'limiga olinadi. Yurak patologiyasi, infarkt oldi holati hamda uni asoratlari bilan yurak bilan bog'liq bo'lgan bemorlar, terapevtik og'ir holatda kelgan bemorlar mana bu kardioterapevtik reanimatsiyaga olinadi. Undan tashqari mana hozirgi vaqtda hamma guvoh bo'lyapti. Tushgacha kunduzga is gazdan zaharlanish, kuyish, ya'ni portlash, undan tashqari yong'in natijasida tan jarohati olgan og'ir holatdagi bemorlarimiz kuyish toksikologiya, ya'ni to'g'rida kuyish toksikologiya bo'limimiz bor. 12 ta koykaga nima qilingan, mo'ljallangan. Mana bu yerda kruglasuch kecha kunduz mana shu yerda bu bemorlarga xizmat ko'rsatamiz. Hamda oxirgi 12 koykalik bolalar reanimatsiya bo'limiz bor. Bolalar reanimatsiyasi orqa tomonda alohida korpusga joylashgan. Bu yerga kardiya reanimatsiya bo'limiga qaysi holatdagi bemorlarni yetkazamiz? Mana 2024-yil may oyidan boshlab bizga angiograf apparati o'rnatib berildi. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan mana shu har bitta viloyatga o'rnatib berildi. Xuddi shunday biz markazga mana shu apparat ishga tushirildi. Yuqori malakali mutaxassis bilan to'liq ta'minladik. 24 soat bizni mana shu apparat ishlaydi. Mana shu xalqimizga yordam ko'rsatadi. Infarkt bilan kelgan bemorni
biz hozirgi ko'rgan qizil hududda qabul qilamiz. Qabul qilgandan keyin bu yerga yotqizmasdan to'g'ridan-to'g'ri angiografiya bo'limiga olib kiramiz. Angiografiya bo'limining o'zida yurak qon tomirida tiqilib qolgan mana shu trombni o'sha zahoti olib tashlanadi. Bemorga kutilishi mumkin bo'lgan yurak asoratlari to'liq olinadi hamda keltirib kardiologiya bo'limiga yo'tkazilib 2-3 kun o'ziga bemor oyoqqa turg'izib bo'ladi. Boya aytgan apparat o'sha tromblarni to'xtatish. Mana shu narsa. Undan tashqari bosh miyada hozir juda katta yo'nalish boshlaganmiz. Mana hozir bevosita Sog'liqni saqlash boshqarmasi Elyor Doniyorov boshchiligida hozir shunaqa bitta ishni boshladik. Insult markazi viloyatimizda tashkil qilyapti. Bu bevosita bizning markazda bo'ladi. Ya'ni nima degani? Bosh miyada insult holati paydo bo'lgan vaqtda 103 tizimi bilan biz integratsiya qilgan holda bemorni olgandan keyin bizga xabarnoma keladi. Bizni guruhga, ya'ni o'sha insult maktabini ishchi guruhi tayyor turadi. Bemor kelgandan keyin qizil hududda to'g'ri olib kelib, bosh miyasini qon tomiriga kelib tiqilib qolgan, berkilib qolgan qon tomirini trombni ochib, trombo ekstraksiya amaliyoti amalga oshiriladi. O'sha zahoti, ya'ni bemor bizga qancha vaqtli murojaat qilsa, biz shuncha bemorni mana shu qo'l oyoqlaridagi harakatini, undagi qutulish mumkin asoratini oldin olgan bo'lamiz. Mana shu yo'nalishda o'zi juda katta ishlar amalga oshiryapmiz. Yaqinda xabarlarimiz bor. Biz Sog'liqni boshqarmasini boshchiligida mana bir nechta rahbarlar 10 kun davomida Turkiya davlatiga borib, bu yerda mana shu yo'nalish bo'yicha memorandumlarni imzolab keldik. Mana hozir shu oyning o'zida bizning viloyatdan 12 ta mutaxassis Turkiya davlatiga borib, bepul o'rganib, mana shu narsalarni o'zimizga tatbiq qilishni bevosita mana shu hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan bizga mana shu har bitta viloyatga o'rgatib berildi. Mana keyingi yangi strategiya bo'yicha Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan tuman politravma markazlari bor, qo'shma jarohatlar markazlari bor. Mana shu yerda mana shu angiograf apparatini o'rnatish bo'yicha iltimos buni taxlab qo'yinglar deganimga bulamanga iltimos qilishdi Muhsin Mansurovich. Bemorning ahvoli og'ir. Shuning uchun kutishga imkoniyatimiz yo'q. Mana hozir mana Akmaljon bitta ma'lumot bering. Hozir nima jarayon ketyapti, nima davom ettirilyapti? Bemorimiz 61 yosh, yurakda infarkt yetkazilgan. Hozir yurakning oldingi devorida ikkita tomir qisilgan. Shunda stentlash amaliyoti o'tkazyapmiz bemorda. Ha bu stent ketyapti ha? Stentlash amaliyoti ketyapti. 90% gacha. O'zi ketdimi? 90% gacha yurakning oldingi devoridagi ikkita tomirda qisilish bor. Shunda biza stentlash amaliyotini o'tkazyapmiz hozir. O'zi bu ketyapti ha? Ha, jarayon o'tkazyapmiz. Amaliyot viloyatida bo'ldi. Böyle cihazlar bana o zaman gaplashguncha fazla Buni ichkariga qo'yib o'sha yerda shu ishlarni qilsa bo'lmaydi. Stentlash amaliyoti narkoz berilmaydi. Katta razrez berilmaydi burada. Ochilmaydi biron joy. Faqat bitta kapitsa qo'yilganda razrez, kichkina razrez orqali Tomirdan ketadi. Ha, to'g'ri. Ana shu Nashrli bo'limda 45 o'ringa mo'ljallangan pulli xizmat ko'rsatish bo'limi. Bu Sog'liqni saqlash vazirligining yuqorida aytib 261-buyruq asosida tashkil qilindi. Nima deydi? Faxrlanadigan bo'limlarimizdan biri. Hamma sharoit yaratib berdik. Ya'ni pulni to'laydigan bemor davlatga qarashimi, xususiy? Davlatga qarashi, lekin pulli xizmat ko'rsatadi. Hozir shu har bitta kasalxonada bor, har bitta muassasada pulli xizmat tashkil qilindi. Xuddi shunday bizning markazimiz mana shu bo'limi 45 ta o'ringa nima qilingan. Bu yerda terapevtik bemorlarimiz yotadi. Xirurgiya bo'limiga keladi, masalan, grij operatsiya bo'lishi mumkin. O't qopini operatsiya qilish mumkin. Yoki qanaqadir surunkali kasallar bor, lekin shuni operatsiya qilish rejasi bo'lgan bemorlar kelib yotib operatsiya qilinadi. O'zini bo'limiga maxsus biza koyka ajratib berganmiz. O'sha yerda yotib mana shu tasdiqlangan periskurant asosida to'lovlar amalga oshirish. Bu xizmat o'zimizni mana shu tashkil qilgan bo'limimiz
hisobidan tushgan pul mablag'lari hisobidan mana yuqori texnologik zamonaviy mana fizioterapiya apparatlarini o'rnatdik. Bu ham mana shu bemorlarimizga 3 kecha muddat xizmat beradi. Fizioterapiyada Fizioterapiya bo'limi. Eng oxirgi o'sha klinikalarga 3 million 4 millionga turib chiqadi. Ko'proq ham chiqadi. Koyka xirurgический 176 ming, terapevtический 150 mingdan. Ularga dispanseri ba'zi davlat rahbari tomonidan investitsiya davlat dasturi bilan 47 milliardga qurildi ma'lum binomiz. Bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining rayosat qarori bilan 104 rayosat qarori bilan 500 ming dollarga abrorga keltirib ishga ustanov qildi. Bu hozirgi dispanserning oldingi dispanserdan tubdan farq bor. Eski dispanserning moslashtirilgan binoda hamma terapevtik profilda xizmat qiladi. Bu dispanserda nima bo'ladi o'zgarish? Bu dispanserimizda xirurgiya bo'limi, jonlantirish, reanimatsiya bo'limlari faoliyat ko'rsatadi. Bundan qilishdan maqsad bizlarda respublikada viloyatda 100 dan ortiq bemorlar, Parkinson, bez, tubalik o'qoqlari, diabetni asoratsiz tapa bo'ladi. Diabetik sindrom bemorlar hammasi respublikaga boshqa muassasalarga operatsiya qilib, uni nazorati bizga qiyin edi. Xudo xolasa bundan keyin bu bino ishga tushganda xirurgiya bo'limlari masalan tashqarida bironta bemorlar sifatida tez tibbiy yordam ko'rsatilgan muassasada. Bizda eski binomizda poliklinika endi qatnovga edi. Hozir mana biz o'tirgan joyimizda Maslahat poliklinikasi bo'lib diagnostika markazi. Maslahat poliklinika ham juda qatnovga mo'ljallangan maslahat poliklinika. Diagnostika deydi. Bu laboratoriyamiz atdeli hammasi qurilgan. Bu jahon standartlariga mos ravishda hamma narsa qurilgan. Xudo xolasa 2 milliondan ortiq oshiq xalqimizga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatadi. Bo'lib o'tirgan binoning 4 qavatdan iborat, 4 ta qavat. Bu atdeli 20 koyka bolalar bo'limi, 25 koyka kardiologiya, Parkinson bez kasalliklari bo'limi, 25 koyka diabetologiya bo'limi, diabetlar, yana 25 koyka nefropatiya, diabetdan asoratlangan bemorlar bo'limi tashkil qilingan. Xirurgiya bo'limi operatsion blok tashkil qilingan. Unda operatsiyamizni 2 ta blok qilganmiz. Sababi Parkinson bez tubalik o'qoq bezlarda ular chista, ya'ni toza hududda operatsiya qilinadi. Stapa, ya'ni diabetik sindromi yiringli blokda operatsiya qilinadi. Buni atdeli qilib moslashtirib qilganmiz. Davlat standarti sampl qo'yganmiz.